Temur 7 yoshga to'lganida uni, ya'ni albatta ustoz shogird an'analari juda katta ahamiyat kasb etadi. Amir Temurning ustozlari, ya'ni tasvirimizda ko'rib turibdiki, Amir Temur va uning ustozi, ya'ni Shayx Shamsiddin Kulol hisoblanadi. Shayx Shamsiddin Kulol Amir Temur 7 yoshga to'lganida, ya'ni shogirdlikka oladilar. Uni yoshlik davridan tarbiyalaydilar. Amir Temur juda ham ilmli, Amir Temur Qur'onni yoddan biladigan, ya'ni Qur'on deb nomlanishiga ham bejiz emas, ya'ni Qur'on sohibi degan nomni ham olganlar. Amir Temur o'sha hozirgi ko'rinib turgan eshigimiz, ya'ni bu Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasi eshigi sanaladi. Ya'ni Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasi eshigi, ya'ni 1370-yilda Shayx Shamsiddin Kulol vafot etgandan so'ng 1374-yilda Amir Temur buyrug'iga ko'ra Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasi quriladi va o'sha maqbara hozirgi kunda mana shu eshigi saqlab qolingan.